Hurmatli obunachilar, Xitoydan aynan sizni issiqxonangiz uchun eng kerakli bo'ladigan mahsulotlarimiz katta ob'yomda yetib keldi. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, nima mahsulotlar kelgan va razmerlariga qarab narxlarini ham aytib ketaman. Atigi 1 daqiqa vaqtingizni olaman. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Xo'p, bu konteynerimizda plyonkani tagidan tortish uchun maxsus Xitoy leska mahsulotlarimiz katta ob'yomda yetib keldi. Rangi oqi ham bor va qorasi ham bor. Bu yerda esa plyonka uchun maxsus har xil o'lchamga ega bo'lgan skochlarimiz yetib keldi. Mijozlarimizning talablariga binoan bu skochlarimizni har xil razmerdagi, o'lchamdagi razmerlarni olib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. 14 sm ga 50 metrlari ham bor. Katta ob'yomda olib kelamiz. Leskada ham xuddi shu. Qalinligi 2 yutkinligi bor va uchligi bor. Razmerlari keladigan bo'lsa, skochlarimizni mana bunaqa razmerlari bor. Leskalarimiz esa mana bunaqa razmerlari bor. Narxlari esa quyidagicha. Screenshot qilib oling. Akalar, mana shunaqangi sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, mana qaranglar, yaltirashning toza seriyadan ishlab chiqarilganda. Mana shunaqangi sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, optim narxlarda, ya'ni ob'yomda olib ketaversanglar bo'ladi. Mana shunaqangi foydali videolarni o'tkazib olmasligi uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin va bu videoni issiqxona bilan shug'ullanadigan dehqon akalarimizga va tadbirkor akalarimizga tez jo'natib qo'ying.